Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Beruniy tumani Kirovdamiz. Mehrli ko'chasi 24-uydamiz. Anvar og'aning uyidamiz. Bu uyimizdan ko'mirdan otapini o'tirib ishlab berdik. Xudo xolasa hozir bitirib, yoqib qizdirib topshirib berganmiz. Uyimizdan ko'rib donagan bilganlar bo'lsa, Anvarni like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Bu uyimizdan shunday zamonaviy dur alyumin batareyalarımızdan qo'yib berganmiz 500 lik. Bu uyimizni otaplinamizni bozib tozadan o'tirib berdik. O'zida avval однотрубный sistemada bo'lib turadi. Biz bu turbalarni olib tashlab, o'zining turbalarini bo'g'dinni ishlatib berib, qolganlarini o'zimiz tozadan ishlatganmiz. 32 lik, 25 lik, 20 lik turbalarimizdan. Podacha yaratganimiz polностью 32 lik bo'ldi. Oxirgi tochkalaridan 25 lik tortib berganmiz. Otaplinamizni 100% samodyoq sistemada ishlab topshirdik. Bu yerga ketgan materiallarni o'zlarimiz bilan olib keldik. Kotolni ertaroq olib qo'ygan ekanlar. Shundan tashqari mana narsani bugun kelib topshirdik. Uyimizda o'sha 11 tochka bo'ldi. 9 yara batareya qo'yildi. Banellarini to'pli variantda qizadan atib berganmiz. Dalonimizga yo'rtug'alarimizning 18 lar bir yara, 15 lar giraverish paraxoda bir yara qo'yib berganmiz. Keyin spanilarimizda zallarimizdan ishlab berdik. Zalimizga kattaroq ekan bir 2 oyna bor ekan, 13 dan 2 yara qo'yib berdik. Har doim bo'lin 90 gradus bugib, rossiyskiy latunli kranikani qo'yib ishlab berganmiz. Ne shunday borganlarimizni ham ko'rib kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa, kuni otaplinasi turgan bo'lsa, toza bo'lsa ishlatib beramiz. O'zimda borini. Bo'lmaganini o'zlarimizdan ishlatamiz. Bu yerdan shu yaradinlarni olganmiz, yaramidonni tashlaganmiz. O'zini avvalgi apparatga onlar, do'shlardan balandlanib o'tgan ekan, однотрубный sistema bo'lgani uchun biz endi pastroqdan do'shib ishlab berdik. Turbalarimiz markalarini 3.5 sm, 4 sm ochib ishlaganmiz. Bu ikkinchi, uchinchi batareyamiz. Hamma do'shlardan qo'llangancha akkuratni do'shib ishlab berdik. Berimiz sifatimiz kotoldan kirib kelaverishdi. Birinchi tochkamiz. Berimizga 15 latib bir yara qo'yib berdik. Shu stenamiz orqasida kotol joylashgan. Bir xonamiz katta bo'lgani bilan birinchi tochka ham podacha apparatga полностью balandlikdan o'tgani uchun 15 latib qo'ydik. Do'shlarni turban diametrida qo'llangancha ishladik. Devorlarimizdan merjitga bo'y qo'llangancha aboylarni yoqmay, kuydirmay ishlab berganmiz. Bu 5-batareyamiz. Bu uyimizdan tochkasini qo'l qism 450 ming so'mdan ishlab berdik. Bu kotoldan keyingi oxirgi batareyamiz bir. Berimizga 18 latib bir yara qo'yib berdik. Görüşürüz mümkün. Shundan kotoldan uzoqroq yerlarga xona kichkinaroq bo'lsa ham batareyani kattaroq qo'ygan ma'qul. 6-batareyamiz. Bu spalnimiz birimizdan pastki kotoldan oxirgi berimizdan 15 latib bir yara qo'yib berdik. Sababi bir liniya kotoldan bir xil bo'lgani uchun. Bu dalonimiz. Berimizdan samodyoq baqa chiqarib berganmiz. Ashtinli baklarni uchaga qo'yib berdik. Obratgamiz bir liniya bo'lib kotoldan to'g'ri konteynerga kelib, bu yerdan chiqarib ishlab berganmiz. Bu kuxnyamiz. Kuxnyamizga 14 latib bir yara qo'yib berdik. Keyin banemizni to'pli variantda qizadan atib ishlab berganmiz. Uy egasi bilan maslahatlashib, berimizni o'zini отдельный podacha apparatga tushirib, mana bu to'pda ulajak edik. Kotolga qo'shib berajak edik, yo'q suv kotoldan bitta kamaytiraverik, azabancha o'zi отдельный bo'laversin degan uchun maslahatlashgan holda berimizga to'platib ishlab berdik. Bo'lmasa, berimizdan podacha apparatga tushirib ulajak edik. Bu yerga ketgan hamma material, qo'l qism, batareyalar, materiallar hammasi 20.619.000 so'm pul bo'ldi. Kotollarni ertaroq olib qo'yadi. Agar kotoldan qo'shilgan bo'lsa 31 million pul bo'lar edi. Asa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyatining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir otaplinani o'tiramiz. Otaplinani o'tiraman deb yurgan donishtirishlar videoni tashlab qo'ying. Xudo xolasa borib joylatib ishlab beramiz. Hammaga rahmat.